Sizlar, hurmatli ayollar, yoshingiz nechida bo'lishidan, kasbingiz nima bo'lishidan qat'iy nazar, uyda o'tirib zerikib qolayotganingizni yoki bir xil ishda ishlab zavqlanmayotganingizni his qilyapsizmi? Ertalabdan kechgacha eringizni poylash, telefon qilib asabiga tegish, menga mehr bermayapsiz degan g'alati gapni aytish o'rniga iltimos o'zingiz bilan shug'ullaning, vaqtingizni yangi qiziqishlarga sarflang, mashina haydashni o'rganing, til o'rganing, biror bir kasbni o'rganing, floristika, fotograf, tikish kurslariga qatnashasizmi, farqi yo'q. O'zingizni ovuntirishni o'rganing, iltimos. Bechora va jabrdiyda bo'lib, bolamga falon narsa olib berish orzuyim deb Instagramda vaqt yo'qotgandan ko'ra, o'sha vaqtni o'zingiz uchun foydali narsaga sarflang. Soting biror bir qimmatbaho narsangizni. Puliga ilm, hunar, kasb o'rganing. Bepul narsani kutmasdan, tekin kurslar haqida o'ylamasdan, o'zingizga shunchaki investitsiya qilishni boshlang. Bu dunyoda faqat o'zingiz va o'z kuchingizga suyanishni o'rganmas ekansiz, bir umr birovdan nimadir kutib yashab o'tib ketasiz. Foydali bo'ling. Hech bo'lmasa o'zingiz uchun foydali ayol bo'lishni bugundan boshlang. Qanchalik achchiq bo'lmasin, qanchalik qiyin bo'lmasin, mana shu haqiqatni tushuning. Bekorchi va zararkunanda bo'lish uchun tug'ilmaganmiz axir. Ber deb emas, men eplayman degan pozitsiya bilan yashashni boshlang. Eplaysiz, hali ko'rasiz meni aytdi deysiz.